Hozir. Ha, Ulug'bek xullas tushmasdan chiqib olding. Tushmasdan demidi, qichqirmasdan deyiladi. Ha, nima gap? Xullas amaki, men kampirga totdim. Ha, pulni qancha olding? Zachiladan, yo'lkarlardan, ovqatdan orttirgan pullarimni oldim. Ha, menga nima lozim bor kampirni? Anaqa, oyim mabodo chiqmasa. Ayya, men ular bilan ishlaga aralashtirdim. O'zi davirda men chiqminglar, mabodo chiqmasalar straykidaman, bo'pti. Aralashtirma Ulug'bek. Sana o iyili chaqirib tez borarkansan. Seriyozmi? Ha? Hozirga o'ynab qo'y, keyin boraman. Vaqtim ko'p ketmasin. Voy kichkina, ozgina vaqting qolibdi, qo'shtirasanmi? Aka, parajnak yurmasangizchi, chap tarafda sher yig'ing mana, deb turing. Och o'zim o'ynayman, sirpam bo'tda. Mana. Aralashma dedi. Voy, aka, ketayotgan bo'lsangiz, kompyuterda o'ynab qo'ysam bo'ladimi? O'ynayver, bo'pti. Rahmat. Voy Ulug'bek. Hozir. Oyantni qichimlar kelyaptilar. Nima qidirlar, o'zi yaqinda keldim-ku. Tashqariga chiqib ko'rdingmi o'zi? Voy! Qorong'i bo'lib ketdi-yu. Voy, oyimmi? Ko'zingni siydigiroq qisma menga. Uvillaysan. Kechiring oyim. Kechirim so'rashsa oldin o'ylash kerak edi. Ana, adinam keldilar. Ya, dasa bunizga tarbiya berasizmi yo'qmi? Men aytganimni qilmaydi, qachon qarasa, ko'chaga chiqib ketadi, joni. Annangni sana turishinglar. Remen qani? Olib kelgan.